Kötü almışsın, işini alıp koşuyordum degan klientlerimizga ishni solamiz. Shemsegini bitta kesib olsak bo'ldi, qolganini maydan ajratib, shemsog'ini olib tashlaymiz. Shemsog'ini jarib olamiz, sababi ichinde buni jemlari bo'ladi. Bunday akkuratno qilib maydan ajratib olsangiz, o'zi dumaloq bo'lib olinadi. Niki, maydan ayirib olamiz. Buna giydirdigini uzib olamiz buni. Shemsog'ini kesib olamiz. Sal tartib qilasiz. Tartib bo'lgandan keyin tubini kesasiz. Shemsog'ini mo'yin berib olib tashlaymiz. Niki. Ko'rib akkuratno shemsog' olindi. Endi buni oyoqlarini olib olamiz. Oyog'ining ham o'zining sho'li bor, olinadi. Oyoqlarini ham oldik. Endi akkuratno qilib kesib olamiz. Және maydan ajratib olamiz ishaklarini. Qattiq kesib bermaysiz. Aslida kesib olsangiz so'chib ketadi. Maydan ajratib olamiz ishaklarini. Ishaklarni o'zi asteyin chiqaveradi. To'g'rimizda semiz yutadi to'q. Ishaklarni deyman maylasi ham. Endi may bilan qo'shib ishni tartib olamiz. Ana. Bu tekisi xomri va qizarib chiqdi. Ishini kerakmas asboblar qo'msib qo'yamiz. To'g'rimizda endi rivojlanib ketadigan mayaklar. Buni shu yerga bo'lmaydi. Buni tek olib tashlab to'qqa beramiz. Endi buni ko'p turganimizday usulni avaylab olishimiz kerak. Kesib olmay, yomay. Endi haq kesib olamiz. Aralar ichine solib. Suyimiz ekan. Ishaklardan ayirib olamiz. Mana kerakimiz mo'ljallarni olib tashlaymiz. O'tni avaylaysiz. Mana o'ti. O'tni olib tashlab kerakimiz mana. Al endi bundan ishni bo'lamiz. Ishidagi chekin zatlari. Shuni tozalab olamiz. Tozalagandan keyin o'zi olinadi. Shuni sal olib olamiz. Ko'p turganimizda o'zi olinadi. Sho'lini endi shuni shu asfalt. Adab ishni solamiz tog'imizda. Mana bugun tog'imizda endi kerakimiz zatlari. Al endigi jag'i mo'ynini olamiz. Mo'yn oxirida olganimizdan sebebi qani olib ketuvi mumkin. So'ng shuning oxirida olganimizda ko'p turganimizda ishni kerakliklarini kerakliklarini olamiz. Mo'ynda bez bo'lmaydi, xalqim buni mo'yn ko'rsating. Mo'ynda hech qanday bez bo'lmaydi, o'zining mayi bo'ladi. Bu mo'yinning go'shti bo'ladi buni. Bezsiz unda hech narsa yo'q. Bo'ldi, mana tavuqimiz ishini oldi. Endi xudo xolisa chiqarib beramiz bizga.